Aziz ko'ruvchilarimizga yaxshi kayfiyat tilab, bildik ko'rsatuvimizda tadqiqchi, rassom, yozuvchi va turli ilmiy sohalarda faoliyat ko'rsatgan professor Inoyatullo Shahroniy yashami haqida so'z yuritamiz. Doktor Inoyatullo Shahroniy marhum Alhoji Ibodullo Shahroniy o'g'li Qavsning 8-kuni 1321 quyosh yili milodiy 1942 yili bilan barobar Badaxshon viloyati Xosh ulusvolligining Shahron qishlog'ida tug'ilgan. Inoyatullo Shahroniyning birinchi va eng kuchli yetakchisi uning marhum otasi bo'lgan. Doktor Shahroniy boshlang'ich ta'limlarini Badaxshondagi Ma'ruf Xosh maktabi, Sonaviy ta'limlarini Kobuldagi Ibn Sino maktabida va lisasini Kobul Dorul Ma'liminida bitirgan. Shahroniy 1962 yili Kobul bilim yurtining ta'lim va tarbiya fakultasiga qabul qilingan va yuksak daraja bilan tugatgan. So'ng bir muddat Kobul Dorul Ma'liminida o'qituvchi sifatida faoliyat olib borgan. Shu bilan bir paytda o'sha Ma'rif vazirligining yetakchiligida tashkil etilgan Konstalik Guidance nomli muvaffaq lisans kursini ham o'qib tugatgan. Ushbu dasturdagi barcha fanlar ruhshunoslik va psixologiya masalalarini o'z ichiga olar edi va Shahroniy uni muvaffaqiyat bilan bitirganidan so'ng yana 2 yil davomida o'quvchilar bilan ularning ruhiy muammolarini hal qilish haqida ilmiy faoliyat yuritgan. Shahroniy 1971 yilida turmushga chiqqan. Uning 3 o'g'il va 1 qizi bor. Shahroniy shu yilda bellashuv yo'nalishi bilan ta'lim va tarbiya fakultasiga assistent sifatida qabul qilindi. 1976 yilida Fulbright bursini qo'lga keltirganidan so'ng yana bellashuv orqali o'quvchilar orasidan tanlanib, Amerikaning Arizona bilim yurtiga masterlik tahsilini davom berish uchun ketadi. 1978 yilida ta'lim va tarbiya san'ati sohasida yorishtasidan masterlik diplomini qo'lga keltiradi. Shahroniy 1990 yilida o'z oilasi bilan Pokistonga qaytib keladi. Mujohidlar tashkilotlari bilan hamkorlik qilishdan tashqari Islom olami robitasining a'zosi bo'ladi hamda u yerga ta'lim maslahatchisi vazifasini bajaradi. Shu bilan bir vaqtda Islomoboddagi Xalqaro islom bilim yurtida va Markaziy Osiyo tadqiqotlari bo'limida rais sifatida qabul qilinadi. 1995 yilida esa oilasi bilan yana Amerika Qo'shma Shtatlariga boradi. U ko'p vaqtdan buyon yozish bilan shug'ullanib kelmoqda. 1999 yilida New Yorkda Paymon jurnalini tashkil etdi va bir muddatdan so'ng o'sha yilning o'zida Kanadada Balx jurnaliga asos soldi. Doktor Shahroniy 2026 noyabrda Afg'oniston san'atchilari uyushmasining bosh boshlig'i sifatida ko'pchilikning ovozi bilan saylangan. Inoyatulloning san'atga ham qiziqishi yuqori darajada bo'lgan. Ushbu qiziqishi va ayrim mavzular haqida Halim Yorqin janoblarining mulohazalari shunday. Ustoz Shahroniy yoshligidan chizmachilik san'atini sevib, zotiy iste'dod va izchil mehnati tufayli bu yo'nalishning yog'li va suyuq bo'yoqlari, pensel va boshqa buyumlar orqali chizma san'atlarini o'rgandi va chiroyli asarlar yaratdi. Ustoz Shahroniy chizmachilik san'atidan tashqari yozuvchilik, tahqiq va ilmiy tadqiqot ishlariga yoshlik chog'laridan qiziqib, maqolalar va rasolalar yozishga boshlagandi. U izlanuvchan folklor to'plovchi va tahqiqotchisi, sermahsul tazkirachi va biografchi, diqqatli matnlar tayyorlovchi va taniqli etnografistdir. Ustoz Shahroniy yuqorida eslab o'tilgan deyarli barcha ilmiy va amaliy yo'nalishlarda chamasi 80 unvonga yaqin kitob, risola va monograf hamda turli mavzular va ko'lamda bir necha yuz ilmiy va tahqiqiy maqolalar yozgan. O'rnak uchun uning san'at tarmog'iga tegishli kitob va risolalari 17 unvon. Tazkira va biografik asarlari esa 30 unvondan oshiqdir. Uning professor G'ulom Muhammad Maymanagi, Maxfiy Badaxshi, Ibrohimbek Laqay, Ustod Latifiy, Lato Mangeshkar, Shohvalixon Darvoziy,
Zebilniso Begum, Ustod Abdulhay Habibiy, Shoh Abdullo Yamgi asarlarini eslash mumkin. Shuningdek, folklor va xalq og'zaki adabiyoti sohasida Go'r o'g'li dostoni, Dari, Pashto va o'zbek turkchasi maqollar, tojikcha to'rtliklar, Badaxshon Dari lahjasi so'zligi kabi asarlardan ot tutishimiz mumkin. Matnshunoslik bo'yicha Ustod Hamoyunnoma, Shoh G'arib Mirzo devoni kabi asarlarni tashih va tahshiya bilan bosimga tayyorlagan. Qolaversa, uning Tarixcha Yaqom dar Afg'oniston otli kitobi o'lkamizdagi turli qavmlar ildizi, o'tmish tarixi va yashash mintaqalarini tanishda muhim bir qaynoqdir. Bu asar haligacha bir necha qatla bosilib chiqqan. Ustod Afg'oniston milliy masalasi demokratik yuzinda barcha aholining keng qamrovli haqlari ta'minlanishi uchun federaliy tuzumni matrah qilgan birinchi kishilardandir. Ustod Shahroniy bu nazarni ommalashtirmoq uchun turli madaniy yig'in, konferens va turli yetkazmalar orqali intilgan va maqolalar tarqatgan. Qo'shimcha qilganda u Adabiyot va insoniy fanlar fakultasining Go'zal san'atlar bo'limiga yetakchilik qilgan paytda ushbu bo'limni mustaqil va alohida bir fakulta darajasiga ko'targan. Shahroniy Kobul bilim yurtining Go'zal san'atlar fakultasining asoschilaridan biridir. Shuni aytish kerakki, Shahroniy o'qituvchilik davrida Kobul Dorul Ma'liminida va bilim yurtida ko'plab chizmachilik va rassomlik asarlar yaratgan va necha marotaba rassomlik ko'rgazmalar yo'lga qo'ygan va yetkazmalardan sovrinlar qo'lga keltirgan. U chizmachilikni ikki mutaxassis ustoddan o'rgangan. Bu yo'nalishda uning asarlari Musiqiy dar Badaxshon, Shugufoniy hunar dar ahdi Temuriyon, Soz va ovoz dar Afg'oniston va boshqalardan iboratdir. Ayniqsa professor Maymanagi haqidagi kitobi professorning siymosini necha tomonlama tanishtirib yoritgan. Shahroniy xattotlik, dizayn, miniaturiy, sinematografiy, teatr, musiqiy shahboti, ta'lim va tarbiya bo'limlarini Kobul bilim yurtida ta'sis etib, Afg'onistonning boshqa bilimlari yoniga akademik bir shaklda yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Qo'shimcha qilsak, Dr. Shahroniy 2002-yilda UNESCOning mustaqil ta'lim komissiyasining a'zosi bo'lgan. Yana shu yilda Mazori Sharif shahrida Afg'onistonni federal tuzumiga o'tkazish unvoni bilan birinchi seminarni tashkil etgan. 2004-yilda esa Mazori Sharif shahrida turkiy tilining ravoji bo'yicha ilk ilmiy seminarlarni o'tkazgan. Shu bilan birga 1994-yilda Kuveytda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik konferensi hamda 1998-yilda Qibrusda o'tkazilgan konferensning ham a'zosi bo'lgan. Ustod Inoyatullo Shahroniyning turli yo'nalishlardagi ijodi va asarlari tadqiqiy va akademik sohalarida muhim va ishonarli qaynoqlardan sanaladi. Uning asarlari o'qituvchilar, tadqiqotchilar, bilim shaydolari va ayniqsa o'quvchilar uchun topilmas xazinadir. Hurmatli ustodga uzoq umr, sog'lik va yutuqlar istab qolamiz. O'zbek TV, Ifora.